2015-yil. Decided. 193 davlat, dunyoni o'zgartiruvchi 17 maqsad. Ular nimalardan iborat? Biz farovon va to'kis hayot tarafdorimiz. Dasturxon to'kinligi iqtisodiy barqarorlik aksidir. Sog'lom turmush tarzida yashagan insonlar jamiyat va millat boyligi. Mamlakat rivoji uchun har kim, har qanday yoshda sifatli ta'lim olish huquqiga ega bo'lmog'i lozim. Ayol, uning salohiyatiga har jabhada keng yo'l beraylik. Avlodlarga toza ichimlik suvi bizdan meros qolsin. Biz chiqindilarsiz, arzon va toza energiya tarafdorimiz. Mehnatga layoqatli har bir inson ish va munosib ish haqqi bilan ta'minlanmog'i lozim. Sanoat va infratuzilmga innovatsiyalarni olib kirish bu ertangi kun taqozosi. Har bir inson millati, dini, irqi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar tengdir. Insoniyatning 2030-yildagi manzili barcha hayotiy masalalar hal etilgan ekologik shaharlar. O'sib borayotgan dunyo aholisi uchun iste'mol va ishlab chiqarish modeli islohga muhtoj. Ertangi kun uchun iqlim o'zgarishini hal qilish bugun har birimizning vazifamiz. Obi hayot iste'molida me'yor tarozusini to'g'ri qo'yaylik. Yashillikdan faqat foydalanish emas, uni asrab, ko'paytirish ham maqsadlarning eng oliysi. Shaffof jamiyatda qonun ustuvordir. 17 maqsad barchamiz uchun, O'zbekiston ham shu safda. Qo'lni qo'lga berib harakat qilaylik, hech kim chetda qolmasin.